Hasan aka, turishlaringiz boshqacha aka. Nimalarni o'ylab turibsiz, brata? Aka, mana shu 6 metrlik silindrovkani tushirib qo'ydi u. Aka 6 metr. Men 5 metr. 5 metrligi. 5-6 aralash. Aralash. Xo'p. Bu 100% rossiyskiy sasni sifatlarini ko'rishingiz mumkin mana. Voy, aka. Aka, buni narxini necha pul qilib beramiz? Narxi nima? Rasprodash 255 hisob. 255 dollar 5 metr 6 metrli. Aralashiga. Aralashiga okalar faqat furaga 255 dollardan bu narxda. Agar kamroq, misol uchun 50 ta 100 taga bu narxi o'zgaradi. Oka. Qimmat bo'ladi. 20 qimmat dollar, bo'ladi. 25 dollar. Tushundim sizni. Okalar ko'ringlar, sasna 100%, mana sifatlarini ko'ryapsizlar. Toza, rossiyskiy, akalar Belarusda taxtasi emas, menimcha aka. Bu rossiyskiy. Ha, aka, men shunday taxtani ko'rganim bilan. Silindrovka mana o'zi turishi ham yetadi o'zi. Mana. Belarusniki orasida reka bo'ladi, pochkali bo'ladi. Bular mana rossiyskiy. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa yozasizlar. Silindrovkalarimiz 5-6 metr, 255 dollardan. Agar ko'proq olishgan bo'lsa, yana o't beradigan joyi bor sunnatiga. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Salomat bo'linglar.